yosh o'yinchi edim, shu sababli birinchi u yig'inlarim bo'lgan. Mani muntazam tarzda yig'inlarga chaqirishgan, safarlarga borganman ko'p o'yinlarga, lekin aytib o'tganimdek birinchi o'yinim o'sha Yaponiya terma jamoasiga to'g'ri kelgan. Yana bitta hozir vaziyatni eslayman. Biz Janubiy Koreyaga yutqazganimizdan keyin o'z maydonimizda 1-5 hisobida yutqazganmiz. Keyin ro'yxatdan chiqib qolgandan keyin murabbiylar almashinuvi bo'lgan va Ubiraja Vega da Silva murabbiy bo'lganda keyingi o'yin Qozog'iston bilan bo'lgan. Bilmayman nimaga u Paxtakorda mashg'ulotlarimiz, o'yinlarimizni ko'rib yurardi. Qandaydir menga boshqacha mehr bilan qarardi Ubiraja Vega da Silva. Chaqirgan yig'inga va Qozog'iston terma jamoasini 3-0 hisobida, 4-0 hisobida menimcha mag'lubiyatga uchratganmiz va o'sha o'yinda yana asosiy tarkibda o'ynagandim. Shu nimalar bilan yodda qolgan, lekin afsus o'sha paytlar biz tarkib juda ham yulduzli tarkib edi. U gapni ochig'i asos tarkibga tushishni faqat orzu qilish mumkin edi. Tarkibimizda Mirjol Qosimov, Fyodorov, Qambaraliyev, Shkvirin kabi yulduz futbolchilar, lekin Baxtiyor Namozov o'sha paytda yaxshi sport holatida edi, keyin hakamlikka o'tib ketdi. Lekin shunga qaramasdan asos tarkibda 21 yoshimda o'ynashga muvaffaq bo'lganman. Shu sababli hozir 20 yosh, 21 yosh futbolchilarda hali yosh desa men tushunmayman, chunki 20-21 yoshda ayni futbolchining kuchga to'lgan payti bo'ladi va asos tarkibda o'ynash uchun harakat qilish kerak bo'ladi.